Marketingdagi eng katta xato bu albatta aldov. Ba'zi brendlar darhol foyda olish uchun reklamalarda aldovlarni ishlatishadi. Ya'ni yo'q narsaga haddan tashqari va'da berishadi. Masalan, bat kompaniyalarni ham oladigan bo'lsak, masalan, mahsulotimiz 100% davolaydi deb aytishadi. Ayniqsa shu bat mahsulotlarini sotayotgan sotuvchilarga murojaat qilmoqchi edimki, har bitta mahsulotda to'g'ri foydali bo'lishi mumkin, lekin bu birinchidan hammaga ham bir xil tushmasligi mumkin. Ikkinchidan uni har bitta mahsulotni qandaydir foizda nojo'ya ehtimoliy ta'sirlari ham bor. Mana buni bat sotayotganlar bilishadi, yozilgan, lekin uni reklamalarda aytishmaydi. Faqat ijobiy tomonlarini aytishadi. Lekin shu ijobiy tomoni bilan birga mumkin bo'lmagan nojo'ya ta'sirlari ehtimolligini ham reklamada qilinishi kerak bo'lgan ishlardan biridir. Shunda nima bo'ladi? Mijozlar mahsulotni ishlatib ko'rishadi. U bat mahsuloti bo'lsinmi yoki texnika bo'lsinmi yoki boshqa mahsulot bo'lsinmi, ya'ni maqtalgan mahsulotni olishadi va natija ko'rmagandan keyin nima bo'ladi? Ishonch yo'qoladi. Ya'ni bu ishonch, ya'ni brendga nisbatan ishonch bo'ldi, yo'qoldi. Ular tez muddatda qanaqadir summa katta sotuv qilishlari mumkin, lekin keyinchi degan savol tug'iladi. Keyinchi 1 oydan keyin, 2 oydan keyin statistika bo'yicha 90% bizneslarni birinchi yildayoq yopilib ketish sabablaridan biri ham mana shunda. Ya'ni kompaniyalar, bizneslar tez sotuv qilishni xohlashadi va ortiqcha va'dalar berish evaziga, ya'ni ishonchni yo'qotish oqibatida ularni kelajakdagi sotuvlari amalga oshmaganligi sababli 1 yoki 2 yildan keyin bizneslari kasodga uchrab, ya'ni mijozlar tomonidan ishonchsizlikka uchrab, bizneslarni yopishga majbur bo'ladilar. Halol marketing nima deydi? Halol marketing yolg'on va'dalar bermaydi, mahsulotni ortiqcha maqtamaydi, u aldamaydi. Imkoniyatlarni boricha ko'rsatadi, mahsulotni boricha taqdim etadi. Mijozlarni aldash o'rniga ularga ishonch bag'ishlaydi. Ishonch esa eng katta kapitaldir.